Qaynonamning o'g'illari shu videoni tashlab, qani sanam bir arablarning ovqatini qilib ko'rishadi dedilar. Xo'p-de, yorvaration qilib boraman dedim. Bismillahni boshlab tayyorlashga tushdim. Kartoshkalarni ichini 2 soat tozalab o'tiraman deb o'ylagandim, ammo unaqa emas ekan. Tozalayotgan joyimda qaynonamning o'g'illari kelib qoldi va ularga ham berdim. Ular ham tozalashdi. Mana sizlarga bitta life-hack. Sizlarni ham qaynonanglarning o'g'li kelib qolsa, tozalashib yuboring, iltimos deb tozalatib yuboringlar o'zlariga. Shu orada qo'limga yog' sachradi va shunda qaynonamning o'g'illariga iltimos orqa oldini qizartirib bering dedim. Kartoshkamizni tayyorlab olgandan keyin nachinkasini tayyorlashga o'tamiz. Bitta piyozni mana shunaqa mayda qilib to'g'rab oldim. Va yog'da piyoz o'lgunigacha qovurib olasizlar, qizartirib olishingiz shart emas. O'lib bo'lgan piyozimizni ustidan qiymamizni solib, uni ham qovurib olamiz. Yaxshilab qovurib olganimizdan so'ng tomatimizni solamiz. Xolisinglar sizlar pomidor sosinglar ham bo'ladi. So'ngra o'zimizga kerakli bo'lgan ziravorlarni solib, tomat soki hamda ozroq suv solib dimlab qo'yamiz. 15 minut dimlangandan so'ng kartoshkalarimizni ichiga solib, ustidan qirg'ichdan chiqarilgan sirlarimizni solib va tomat sokimizni listga qo'yib, duxovkaga 15 daqiqaga jo'natamiz. Voila, ovqatimiz ham tayyor. Nima deb o'ylaysizlar? Menda ham o'xshabdimi? Kommentariyada fikringizni yozib keting. Har yetgancha tayyorlab ko'rishlarini maslahat beraman.